o'zi bizaga bu tekkan kasal shekilli. Chet elda bizani mashinalarimiz arzon, o'ziga qimmat. O'zani qo'ylar qimmat, chet eldagi arzon. Hisob kitob qilib ko'rganimizda Dog'istonning o'zidagi qo'y 1 kilo trik vazni 35 mingga aylanayapti. Mayli 10% qo'shing, bizaga yetib kelguncha vazn yo'qotadi deylik. 40 mingga ham bormaydi. Yo'l kirasi bor, rastamoshkasi bor, juda qimmat pulga aylanadi. Dog'istondan bitta qo'y olsangiz, mana shu tamojni O'zbekistonda NDS to'lashlari, veterinarniy xarajatlar hammasi bo'lib turib $85 minar ekan. Ayrim do'stlarimiz kommentariyalarda profilimizga kirib xabar tashlab ketyapti. Mana Qashqadaryoda arzon aka, o'sha Dog'istondan olib kelgan qo'ylar ham bor. Mana 65 mingdan sotishyapti. O'shalarni ham olib kelib soting. Nima qilasiz 75 mingdan? Sizga qimmat-ku. Arzonroq sotasiz, 5 ming so'mingizni qo'yib deyishyapti-da. Men e'tibor berdim. O'sha Dog'istondan haqiqatda ko'pchilik olib kelyapti. Lekin ko'p olib kelgan odamlar bizga o'xshab turib, ularni tarozga tortib, bu yoqdagi vazni, bu yoqdagi vazn bilan solishtirib, narxi aniq to'g'ri chiqarmasdan taxminan qilib turib hisob-kitob qilishyapti. Shuncha pul xarajat qilib, shuncha nobud bo'lganlarni hisobga olib turib, olib kelganimizda mana bizaga nobud bo'lganlari ham hisobga oladigan bo'lsak, taxminan 76-77 mingga aylanyapti-da 1 kilo trik vazn. Endi o'sha Qashqadaryo, Surxondaryo bozorlarini bundoq o'rganadigan bo'lsak, mana hozir ham Samarqanddan bir akamiz telefon qilib ancha gaplashdik. Trik vaznda 35-40 kilo, 45 uzog'i bilan chiqadigan qo'zini 5-6 million deyishyapti, deyaptilar. Nimaga? Nima Surxondaryodan Toshkentga olib kelgunga qadar yoki Surxondaryo Qashqadaryodan Samarqandga olib kelganga qadar minglab dollar yo'lga to'lanadimi yoki rastamoshka qilinadimi? Qilinmaydi-ku. Nimaga unaqa qimmat?